Diqqat, savolni o'qiyman. Laboratoriya ishi uchun 3 xil eritma tayyorlandi. Birinchi eritmaga fenolftalein qo'shilganda eritma rangi malina rangga kirdi. Endi fenolftalein o'zi rangsiz bo'ladi, lekin ishqoriy muhitda to'q qizil deyilgan, lekin bu yerda malina rang deyilyapti. Adabiyotlarda ikki xil kelishi mumkin. Demak, bu olaveramiz. Demak, ishqoriy muhit. Demak, birinchi moddamiz ishqoriy muhitga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi eritmaga lakmus qog'ozi tushirilganda qizil tusga kirdi. Berib qo'yyapti. Mana bu jadvalda qizil rangga kiradi lakmus. Misol uchun alyumin nitratda, ya'ni kislotali muhitda. Ikkinchi moddamiz kislotali muhitga ega modda bo'lishi kerak. Uchinchi eritma lakmus qog'ozi tushirilganda qog'oz rangi o'zgarmadi. Demak, bu lakmus neytral muhitda rangi o'zgarmaydi. Uchinchi modda neytral bo'lishi kerak. Demak, bizda D javobga qarab qolamiz. To'g'ri javobga D javobga qaraydigan bo'lsak, kaliy gidroksid ishqoriy muhit, xlorid kislota kislotali muhit, ikkinchi eritmam, uchinchi eritmam natriy xlor. Bu neytral modda. Demak, to'g'ri javob D.